Bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi darajadan boshlaymiz. Demak, ana shu ikkitagina formulani esda qoladi, ha? Formulalarimiz. Demak, Arximed kuchini topish va jismni botgan qismini topish deydi. Demak, botgan qismini topish uchun nima qilish kerak ekan? Jismning zichligini suyuqlik zichligiga bo'lib, hajmga ko'paytirish kerak. Xo'sh, demak, ikkinchi darajali savol. O'lchamlari 3,102 metr bo'lgan temir beton plita. Ana, mana bunaqa plita. Shuni kichigi. Suvga to'liq botgan holda yotibdi. Nima uchun bunday yotibdi? Arximed katta kuch. Arximed kuchini kattaligini topilyapti. Demak, tomonlari berilgan bo'lsa, hajmini hisoblab bilamizmi? Tamam. Suvning zichligi 1000 sizlarda berilgan qo'llaringizda bor formulalarni. J ön hajmi 0,6. Tamam. Necha bo'lar ekan? 6000 newton kuch uni ko'taryapti. Lekin ko'tarilib ketmayapti. Nima uchun? MGC katta. Demak, MGC uni 6 tonnadan ham katta ekan. Suvda to'liq cho'kkan 5 metr kub hajmli toshga ta'sir etadigan itarib chiqaruvchi kuchni aniqlang. kilonewtonda so'rayapti, to'g'rimi? Havoda 20 detsimetr hajmli jismga ta'sir qiladigan Arximed kuchini qanchaga teng? Havoning zichligini 1,3 deb oling degan. Nechi? Zuhriddin, boshladik biza. Baxshullayev. Hadiyom. Ha. Nechi bo'ldi? 260. To'g'rimi? Xo'sh, suyuqlikka brusorning birinchi, ikkinchi, uchinchi holatlari tasvirlangan. Qaysi holda Arximed kuchi katta? Hammasida teng. Nima uchun? Botish chuqurligiga bog'liq emas dedik. Qayerda tursa ham hamma hajm botib turibdi. Millinewtonda so'rayapti. Xo'sh, po'lat sharlarning qaysi biriga kichikroq itarib chiqaruvchi kuch ta'sir qiladi? Qaysiga? Uchinchisi, nima uchun? Hajmi kichik, hajmiga proporsional. To'g'rimi? Qaysiga kattaroq? Bular oson, ikkinchi darajada o'zlariz ko'rasizlar. Uchinchi darajada ko'ramiz. Suvda to'liq cho'kkan 5 cm kub hajmli tosh xalqaro kosmik stansiyada joylashtirilgan. Unga ta'sir qiladigan itarib chiqaruvchi kuchni millinewtonda aniqlang. Qizlar, nima bo'ladi? Nechi? Xalqaro kosmik stansiya qayerda? Fazoda J yo'q-ku yerda. J bo'lmasa Arximed qanday bo'ladi? Ha, hozir aytdim-ku sizlarga. Tushundingizmi? Nur Muhammad ham aytdi, men qani boshqalarni eshitdim. Tushundingizmi? Xalqaro kosmik stansiya nomi nima? Xalqaro kosmik stansiya nomi nima? Ha? Qaysi? Mir. Eshitmadingizlar? Mir xalqaro kosmik stansiyasi. Hamma davlatlar o'shanga boradi-da. U uchib yuribdi necha yildan beri. Amerika bo'radimi, SSSRmi, Hindistonmi farqi yo'q. Hammani uyi. Bera boradi,
kemasi bilan qo'shiladi, oziq ovqatlarni olib kiradi, kosmonavtlarga beradi, kosmonavtlarni almashtiradi, yana keladi. Stansiya turadi o'sha yerda. Shuncha payt uni o'zi nimasi turadi, srogi, lekin ishlatyapti. Yuribdi 10 yildan beri. Yuraveradi. Faqat kosmonavtlarni almashtirib o'tiradilar. Hindiston boradi, Xitoy boradi, Yaponiya boradi, keladi, ovqat etib beradilar. O'zbekiston nasib, xudo xohlasa. Biz ol to'yga 50 kilo olib qo'yaylik va 40 kilo olib o'tiribmiz. Kerosinga to'liq o'tirilgan jismga 32 kilonewton Arximed kuchi ta'sir etmoqda. Jismning hajmini toping. Litrda toping. Litr metr kubdan 1000 marta kichik. 4000 to'g'ri. Kerosin zichligi g'ayronimizda berilgan sizlarda, ha? Kemaga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi 10 darajasi 4 kilonewtonga teng. Bu kema qanday hajmdagi suvni siqib chiqaradi? Kemaga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi degani bu kema ustidagi yuklari hammasi bilan. Demak, eng ko'pi bilan Arximed kuchi bo'lishi kerak-da, to'g'rimi? 10 darajasi 3 metr kub, lekin litrda so'radi. 10 darajasi 6 litr bo'ladi. Ha? Ha, kilonewtonda. Million litr suvni siqib chiqaradi. Tushundingizmi? Zichligi 600 kilogramm taqsim metr kub bo'lgan jism, zichligi 1000 kilogramm taqsim metr kub bo'lgan suyuqlikda suzadi. Jism hajmining qanday qismi suyuqlikka botmagan? Qaranglar. Suvda juda oson. Zichligi 1000 bo'lsa, mana suyuqlikning zichligi 1000 bo'lsa, jismning zichligi 900 bo'lsa 90% botadi, 800 bo'lsa 80% botadi, 600 bo'lsa 60% botadi. 1000 bo'lsa lekin aniq faqat. E'tibor beringlar, masalan, zichligi 1100 bo'lgan suyuqlik deydi, unda boshqacha bo'ladi. Ko'pincha suvni bergani uchun mana bu 1000 bo'ladi. Shu bilan olaverasiz. Mana muzni ko'p beradi, muzni zichligi 900. Demak, aysberglarni qancha qism botar ekan? 90% suv tagida bo'ladi. Sizga aytadi, aysbergning suvdan ustidagi qismining balandligi 1 kilometr deydi. Tagida qancha bor? 9 kilometr. Jism zichligi 600 kilogramm taqsim metr kub bo'lgan jism, zichligi 1000 kilogramm taqsim metr kub bo'lgan suyuqlikda suzadi. Jism hajmining qanday qismi suyuqlikka botgan? 60%, 40% tashqarida bo'lsa 60% botadi. Yog'och bo'lagi hajmining 5 dan 3 qismi suvga botgan holda suzmoqda. Yog'ochning zichligi 5 dan 3 qismi degani necha foizi? 60% botgan bo'lsa, demak zichligi 600. Tamom. Oddiy qara. Shuni hisoblasangizda bo'ladi. Yozish ham shart emas. Tushunyapsizlarmi? Suvda suzayotgan muz parchasining suvdan chiqib turgan qismining hajmi 1 metr kub ekan. Tagidagisi qancha? 9 metr kub. Ha? Xo'sh, uni massasi necha tonna bo'ladi? Demak, hamma hajmi necha metr kub ekan? 10 metr kubda 10 tonna bo'ladi muz. Zichligi 900 kub. Kimlar tushunadi? Qaytadan tushuntiraymi? Tushundingizlarmi? Qayta tushuntiraman, qarang. Birinchi aniqlab olishlar kerak bo'lgan narsa ana bu, qaranglar. Suvda desa juda oson. Suvda desa, ana qarang. Mana shu jismning zichligi 900 bo'lsa, 90% botadi. 800 bo'lsa, 80% botadi. 400 bo'lsa, 40% botadi. 750 bo'lsa, 75% botadi. Suvda faqat. Zichligi 1000 bo'lgani uchun. Ana, tushundingizlarmi shuni? 90% masalalari suvda deydi. Demak, muzning zichligi qancha ekan? 900. Mana shuni hozir suvga tashlasam, qanchasi botar ekan? 90% botadi. Endi qarang.
1 metr kub botmagan qismi ekan. Botgan qismi qancha? 9. Hammasi qancha? 10 metr kub. Endi hajmi 10 metr kub bo'lsa, zichligi 9 bo'lsa, massasi qancha bo'ladi? Massa, siz massa mavzusida yo'q edingiz-da. Ana, qarang. Massa degani ham bu nima ekan? Massa. Jismni zichligi ko'paytirilgan hajmi. Ana, m nima ekan? Massa, ro zichlik va hajm. Mana qarang, muzning zichligi bittasini ko'ramiz. Muzning zichligi qancha ekan? 900 kilogramm taqsim metr kub. Nima degani ekan bu? Muzning zichligi 900 degani nima? Ana shu muz tasavvur qiling, hamma tomoni 1 metr muz shunaqa bo'lak. Ana o'sha 900 kilogramm bo'ladi. Suvning zichligi 1000. Demak, 1 metr kublik yashik bo'lsa, suvdan to'ldirsak 1000 kilogramm bo'ladi. Tushundingizmi? Jismni turli zichlikka ega bo'lgan 3 xil suyuqlikka solib ko'rildi. Bu 3 holda ham jism suyuqlik sirtida suzib yuryapti. Tushundingizmi? Bu 3 holda jismga ta'sir etgan Arximed kuchlarini taqqosladik. Bu suyuqlikni zichligi, e'tibor beringizlarmi? Suyuqlikni zichligi. Ha? Nima uchun? Qay nima har xil bu yerda? Botgan qismi. Demak, suzib yuribdi deganidan topib oldik. Tushundingizlarmi? Suzib yurgan bo'lsa, nima bo'ladi? Suzib yurgan payt dedik, jismga ta'sir qilayotgan Arximed kuchini mg'siga teng dedik. Buni kerosinga solsam ham, suvga solsam ham o'sha mg'da bu. Faqat suvda kamroq botadi, kerosinda ko'proq botadi. Tushundingizmi? Ahvolni tushundingizmi? Misdan yasalgan jism dastlab suvga tushirildi, tashlandi. Bunda unga F1 Arximed kuchi ta'sir etdi. Agar bu jism spirtga tashlansa, unga qanday kattalikdagi Arximed kuchi ta'sir etadi? Demak, suvning zichligi 1000, spirtniki 800. Bir xilmi? Ha, spirtda keyin spirtga tashlandi. Spirtda nima bo'ladi Arximed kuchi? Kamayadimi, ko'payadimi? Necha marta? 1.5 marta. Ha, necha bo'ladi? F2 teng. Kelasi uchun yozamiz. 0.8 F1 bo'ladi. Nima uchun endi bunday bo'ldi? Bir xil bo'lmadi? To'liq botdi-da ikkalasiga. Ha, oldingi masalamizda to'liq botmagan-ku. To'liq botsa, demak, suvning zichligi 1000. Mana bu yerda. Spirt qo'yganimizda 800. Demak, spirt 1.5 marta kichkina kuch bilan ko'taradi. Zichligi kam bo'lganligi uchun. To'liq botgan bo'lsa. Tushundingizmi? Hovuzga kirsam, suv meni katta kuch bilan ko'taradimi? Dengizga kirsammi? Nima uchun? Sho'r. Dengizning suvi sho'r. Sho'r bo'lgani uchun yerdan ko'taradi. Ba'zi qilib tushunmasa. Sho'r suv. Icebergni bilasizlar? Icebergning suv ostidagi hajmi 5040 metr kub. Uni to'liq hajmi? Bu qancha suv ostidagi? 90% da. 90%. 90% shuncha bo'lsa, 100% qancha bo'ladi? Toping. Proporsiya bu. Demak, muz zo'r oson ekan, juda ko'p masalalarda tushadi. Muz. Diyor qani, diyor? Nima bo'libdi diyorlar? Nodir kasal. Siz ham mazangiz yo'q. Ana. Nima bo'ldi? Qancha ekan? $5600. Qiyin emas, ha? Proporsiya qilib ketaverasiz. Bor qiyin masalalar, lekin ko'psi oson chiqadi-da bular. Suyuqlikda to'liq cho'kkan
yarim metr kub hajmli toshga ta'sir etadigan itarib chiqaruvchi kuch 5 kilometronga teng bo'lsa, suyuqlikni zichligi itarib chiqaruvchi kuch qaysi bu? Arximed. Arximed berilgan, 5000 ekan. Hajmi 0,5 metr kub ekan. Bu bilan 5 bo'ladimi? 5 bilan qisqaradimi? Tamom chiqdi ko'zi. Tushundingizmi? Hamma narsa bu. Sonlarni qaranglar, qanday chiroyli. Faqat gram taqsim santimetr kublik javob bor ekan. Javoblar. Ha? D javob bo'lar ekan. Ya'ni suvning zichligi 1000, lekin kilogram taqsim metr kubda. Gram taqsim santimetr kubga aylantiryapmiz. 1 kilogram necha gram? 1000 gram. 1 metr kub necha santimetr kub? Ön darajasi 6. Tushunaymi? Ana 2 ning kubida, ön darajasi 2 ning kubi. Tepaga chiqadi. Tushundingizmi? Yaxlit jism suvda suzmoqda. Bunda jism hajmining 5 dan 2 qismi suvga botgan. Necha foizi? 40% botgan. Zichligi necha ekan? 400 ekan. Jismning hajmi 0,1 metr kub. Jismga ta'sir etadigan etuvchi og'irlik kuchini topdik. Hajmi bor, zichligini topdik. Tamom. Og'zaki topdingizlar. Tushundingizmi? Tushunmasangizlar ha demanglar, men tushuntiraman, sekinroq tushuntiraman. Eng yomon narsa uyalib so'ramaslik. Tushunmasangiz to'xtang ustoz. Men shu yerda tushunmadim. Shoshadigan joyimiz yo'q. Qanday shoshamiz? Mavzuni 25 minutda o'tdik. Yo'qot masala yechamiz. Yog'och bo'lagining 5 dan 2 qismi suvga botgan. Zichligi necha ekan? Yodlab olinglar. Lekin ehtiyot bo'linglar, faqat suvda, zichligi 1000 bo'lgan suvda, ba'zan dengiz suvi deydi, zichligi 1100 deydi. O'shanda ehtiyot bo'linglar. Lekin suv deb ketaversa oddiy 1000 demak zichligi. Hajmi 0 nechi bu? 10 mingdanmi? 10 mingdan 2 metr kub bo'lgan bir jinsli jism, zichligi jism materiali zichligidan 5 marta katta bo'lgan suyuqlikda suzmoqda. Nima deb yozay? Berilgan. Ro suyuqlik teng 5 ro jism. Tushunaymi? Berilgan. Jismning qanday hajmi suyuqlik sirtidan chiqib turibdi? Suyuqlikni ustidagi qismini topish uchun suyuqlikni hajmidan botgan qismini ayirish kerakmi? Tamam, shuni toping. Qani, formula tayyor. Toping. Bu yerga nima qo'yamiz? 5 ro qo'yamiz. Rolar qisqaradimi? Ha? Botgan qismi 1 taqsim 5. Yana 5 dan 1 qismi botgan. Ustida qancha? 5 dan 4 80%. Ana shuning 80%. Ustida edi. Qancha bo'ladi 80%? 160 santimetr kub. Tushunaymi? Hisoblab. Tushundingizmi? Ana bunday hisoblash sizlarga vaqtni oladi. Eng yaxshisi ana sizlarga formula berib qo'yib, doskadagi tayyor qo'llar. Shunda qo'yib ketaverasiz. Yoki qiynalsangizlar, bu yerdan botganni topib olinglar. Gayrib tashlaylik. Tushundingizmi? Qarang. Ana bu nimaning hajmi berilgan? Hajm nimaniki? Jismning. Buni santimetr kubga aylantiringlar qani? 200 santimetr kub. Demak, mana bu jism qancha ekan hajmi? 200 santimetr kub ekan. Endi qarang. Buni bitta suyuqlikka soldim. O'sha suyuqlikning zichligi buni o'zini zichligidan 5 marta katta edi. Masalan, suvga soldim deylik. Suvning zichligi 1000 bo'lsa bu necha ekan? 200 mi? 200. Zichligi 200 bo'lsa qanchasi botadi? Suvga 20% botadi. Qanchasi ustida? 80%. 200 santimetr kub edi. 80% ustida bo'lsa qancha ekan? Qancha bo'ladi 280%?
280%. Birisi 60. G'ayrat qiling. Siz apni so'raymiz. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Tamam. Juda oson. Ana shu usul oson. Bu bilan oson. Mana doskaga kiraman. Buni qilsangiz o'zi qiyin. Qaranglar, men bir boshdan keltirib chiqaryapman, ha? Mana u suzib yuribdi. Demak, MG Arximetga teng deyapman, MG ni Robe deyapman, shuni qilib yechib ketyapmiz. Og'irligi degani MG. Tushundingiz, ha? Og'irligi MG. Masalan, men 80 kilogramm. Mani yer necha ming tomon tortar ekan? 800. G o'nku, ha? 800. Zichligi 900 kilogramm taqsim metr kub bo'lgan jism, zichligi 1000 kilogramm taqsim metr kub bo'lgan suyuqlikda suzadi. Necha foizi botgan? 90% botgan. 10% ustida. Jism hajmining qanday foizi suyuqlikka botgan, to'g'ri? Shuni so'rayotgan ekansiz. Shuni qasavollar tushishinglar, maza qilib yechasizlar-ku. Ana. Faqat yana aytaman, ehtiyot bo'linglar, o'rganib qolmanglar. Xuddi shunday ekan deb, ana buni boshqa bersa, o'zgarib ketadi. Ha? Kerosinda suzyapti desa. Hozir topinglar qani? Mana shu jism, mana ne desa, zichligi 900 kilogramm taqsim metr kub bo'lgan jism, kerosin demaylik, kattaroq olaylik. Dengiz suvida suzyapti, dengizda. Zichligi 1100. 1100. Ha, qancha foizi botgan? Nima qilamiz? Demak, 900 ni bo'lamiz 1100 ga. Demak, 82% ko'prog'i chiqadi endi, ha? Dengizda cho'kish qiyin. Bu yerda osonroq. Ayniqsa mana bu O'lik dengiz bor, bilasizlarmi? Mana bu Izraelga yaqinroq. Izrael, Falastin o'shalar. Men o'zim bormaganman, lekin bitta o'rtog'im borganda aytib bergandi. Cho'mildik kirib deydi, umuman cho'kmaysan deydi. Kirib cho'milsa cho'kmaydi odam. Juda zichlik katta, shur, haddan ziyod shurda u. Ha? Men uni so'ramayman dedi. Bilmayman. Men shuni so'radim qiziqib, shu botanimi yo'qmi? Yo'q deydi. Nima? Cho'kmaydi odam deydi. Cho'kmaydi. Endi uyga kelib qaytadan cho'msa kerak-da. O'zi ular har kun cho'miladi baribir. Juda iflos havosi ular. Juda iflos. Cho'milsa deydi, qop-qora suv tushadi deydi har kun. Kemaga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi 1000 kilonewton. Demak, kemani MG'si qancha ekan? 1 million newtonda. 1 million, o'ldirasa 6 yo'q. Bu kema qanday hajmli suvni siqib chiqargan? Buni Arximetga tenglashtiramizda. Ha? To'g'ri, ana, ve botgan topishimiz kerakmi? Kema siqib chiqargan suv degani mana shu botgan qismi. Hozir chizdik-ku. Topinglar. Nechi? 100 topib bilamiz. Tez topyapsizlar. Hozir darrov yechib beramiz ana. Ha? Bugun. Mana deysizlar. Barvaqt ko'rsatamiz sizlar tez yechsangizlar. Icebergning qanday qismi suv ostida bo'ladi? Endi qana oson tuyuladi, ha? Suvda suzayotgan muz parchasining suvdan chiqib turgan qismining hajmi 2 metr kub. Ta'kidlashchi? Nechi? Tepada 2 metr kub. Necha foiz chiqadi? Necha foiz botadi muzni? Muzni 90% botadi. Zichligi 900 dedik ana muzni. Muzni zichligi 900, ha? Ana berib qo'yilgan-ku, ana muz zichligi 900. 900 bo'lsa 90% botadi. 10% tepada. 10% 2 metr kub ekan. Tushunaymi? Ana suvdan chiqib turgan qismi 2 metr kub. Hammasi necha metr kub ekan? 20? To'g'rimi? 20 metr kub. Ha, massasi qancha bo'ladi? 20 metr kub bo'lsa. Ana 20 metr kub, zichligi 900, massasi 18 tonna. To'g'rimi? Tamam. Qarang,
qo'rqinchli tuyuladi. Qancha ish qilish kerak deb bo'ladi, ha? Lekin og'zaki hisobladik buni. Tushunyapsizlarmi? Shu uchun ko'proq ana uyda yechganda ham og'zaki yechishga harakat qilinglar. Ayniqsa ana yotoqxonadagilar 2 kishi 3 kishi yechasizlar-ku. Og'zaki. Ana kallada qilaversangiz ham miyangiz ishlayveradi-ku. Ochilib ketaveradi. Bitta zehningiz ochilsa tamom keyin. Sizdan to'xtatib olmaydi. Hammaga mana shu zehnni ochishdi. Shuni ochish kerak. Shuni ochib olish kerak. Ketmani yerga uraversangiz nima bo'ladi? O'tkir bo'ladi. Ha? Ishlamasa zanglaydi. Miya ham shunaqa narsa. Ishlataversangiz zo'r bo'lib ketaveradi. Kovak shar o'z hajmining 1/5 qismi bilan botgan holda suvda suzmoqda. Kovak degani ichi bo'sh, ha? Ichi bo'sh. Agar sharning hajmi 1 detsimetr kub, shar materialining zichligi 2,5 ming kilogramm taqsim metr kub bo'lsa, kovakning hajmini toping. Ana endi yaxshi masala aytaylik, ha? Mahsullar mazangiz bo'lmayaptimi? Yaxshimisiz? Ha? Nima qilamiz endi? Ha? Endi buni yozish kerak. Endi og'zaki hisoblay olmaymiz. Chaqirib bormi qo'ygan? Suzayotgan bo'lsa, qaranglar. mg ni Arximedga tenglashtirib bilamizmi? Demak, suzyapti degani, qarang. Bir narsa suzayotgan bo'lsa, uning mg si nimaga teng? Arximedga teng, ya'ni ρ suyuqlik v botgan j ga teng. Ana, shuni esdan chiqarib olinglar. Suzayotgan jism. Suzayotgan jism. Ana shunday. Lekin bu yerda bitta e'tibor beradigan narsalarimiz bor. Ana endi qaranglar. Ana shu m nimani o'zi ρ v deb yozsam bo'ladi mana shuni. Ha? Bo'lmaydi-da. Uni ichi kovak-ku. Tushundingizmi? Ana qarang. Mana bu jism bo'lsa ana jism to'liq bo'lsa, shu bir jinsi bo'lsa, buni m ni ρ v deb yozsak bo'ladi. Lekin mana bu yerda kovagi bor-da ana. V kovak bor. Ana bu V jism deganda ana shuni hammasini hajmi tushuniladi. Ha, yashang. Endi buni massasini yozmoqchi bo'lsam, qarang nima yozaman. Mana buni massasini. Shuni ro'si, materialni ro'si ko'paytirilgan ana bu hajmidan kovakni hajmini ayirib tashlashim kerak. Bu kovakning ichida jism yo'q-ku. Tushundingizmi? Ana shu. Bunaqa masalalar ko'p. Bir yil juda zo'r masala berdi-da, mana bu yerda kovakni aytadi, konus shaklida deydi. Parallelped shaklida, shar shaklida deydi. Radiusini beradi. Balandligini beradi, konus bo'lsa, topishingiz kerak bo'ladi. Ana shu masalalar bolalarni qiynadi. Chunki konusning hajmini topa olmaydigan bolalar qancha bor? To'g'rimi? Kimlar biladi konusning hajmini? Ko'pchilik bilmaydi-da. 4/3 yer kub shar hajmi bor. Ha? Shar hajmini aytdingizlar-ku. Konusniki o'tilganmi? Geometriyada konus. Ha? Esingizmi hajmi? Ha, mayli. Hozir bu yerga konus kerak emas. Qaranglar. Buni kim yechdi? Demak, qarang. mg ni nima deb yozar ekanmiz? ρ v sidan kovakning hajmini ayirib tashlaymiz. Demak, ana shu formulani o'zi bundan keyin sizga aytsa, jismning ichida kovak bor, bo'shliq bor desa, ana bu yerdagi hajmdan, ana buni ichidagi hajmdan o'sha kovakni ayirib tashlaysiz. Ana shu Arximedga teng. Tushundingizmi? Bo'ldi. J la qisqaradimi? J la qisqaradi. Shu yerdan kovakning hajmini topib beringlar. Tamom. Mana bu botganni nima deymiz? V taqsim 5, 5/1 qism botgan deymiz, ha? Qani hisoblaylar qani?
Bular ham hisoblasin qani. Demak, ro qo'yib ketsangiz ham bo'ladi. Ro'si nechani bu? 2,5 ming, to'g'rimi? Mana 2,5 ming qausda v desa ön darajasi minus 3 detsimetr kubni aylantirdik, metr kub. Ön darajasi minus 3 minus v kovak, ha? Qausni yopamiz, jila qisqaradi yozib o'tirmaymiz. Teng ro suyuqlik 1000 ko'paytirilgan v botgan ön darajasi minus 3 taqsim 5, ha? 5 dan 1 qism. Tamam, o'shandan v kovak topasizlar. Qani, bu yo'q endi matematikasi qoldi. Aytib bo'ldim. Sizlarda nima chiqdi? 900. Yaxshi, shu har xil chiqsa yaxshi-da. Bir xil chiqsa, ha? 900 mi? Sizlarda-chi? Nima qildi? Tushundingizmi? Sizlar-chi? Aminjon. Qani? 2,5 ming qo'ydingiz, to'g'ri. Qavs ön darajasi 3 minus yo'q, ön darajasi 3 minus kovatnikini bilmaysiz siz. Qana qo'ydingiz? O'zi shuni topishimiz kerak. V kovatnik. Jila qisqaradi, nima qilasizmi? Qo'ying. Teng ro suyuqlik ön darajasi 3 so'nggi ishlaydi. Ko'paytirilgan botgan qismi qarang. Hajm taqsim 5. Ha? Hajmi qancha? Ön darajasi minus 3 taqsim 5. Tamam, ana bular qisqardi. Ana v kovatni topasizlar. Ha, nima bo'ldi? Ha, hisoblash qoldimi? Faqat tezroq. Kecha Malik kelman, ketib qoldingizmi keyin? Yo, dars qo'yibdilar, unga kech keldi keyin, ha? Malikning telefon nomerini bilasizlarmi? Yozib qo'yinglar. Telefon qilinglar bundan keyin. Ha, kecha dars chiqib qolgan, kech keldi. Mana aytdik, bordim, hech kim yo'q ekan, kech qoldim dedi. Nomerini ayting, Malikovning doskaga yozib qo'yaylik. Ha? 93 ligimi? Ha. Dört yüz ellik 24 97. Kech qolsa telefon qilinglar. Xo'sh, chiqdimi Zuhriddin? Ha? Qo'ydingizmi o'rniga? Ha? Tamam, kovani topish kerak işte. Qo'ygansizlar, faqat hisoblashga qiynalyapsizlar-da. Nima uchun, ha? 920 santimetr kub ekan. Tushundingizmi? Yechilishini tushundingizmi? Kovatlik masalalar ko'p. Suyuqlik solingan ochiq idish 2 metr taqsim kvadrat tezlanish bilan tushayotgan lift ichida turibdi. Demak, idishda suv bor. Idish liftda, lift pastga tushyapti tezlanish bilan. Suyuqlikning qaysidir nuqtasidagi bosim tinch turgan idishning shu nuqtasidagi bosimdan necha foizga kichik? Bosim mavzusi o'tgandek, ha? Kimlardir yo'q edi bosim mavzusida. Tinch turganda bosim qancha? Roje hash, ha? A tezlanish bilan tushsa? J nima bo'ladi? J minus A bo'ladi. Mayli, bu masalalarni ko'rmaymiz. Nimada? Endi qiyinroq masalalarga o'tamiz. Mulohazali masalalarga o'tib olaylik. O'zi kelib muzohir qilish ekanmiz. Mulohazalarga kelgan ekanmiz. Mulohazali masalalarga keldik, azamat. Qarang, bir-biriga yopishtirilmagan K va L jismlar suvli idishda rasmdagidek muvozanatda turibdi. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri?
K jismning zichligi suvnikidan katta, L jismning zichligi suvnikidan kichik, K jismning zichligi L jismnikidan kichik. D. Qaysi? C. Tushunaymi? Qaysi? 1 bilan 2. Kim tushuntirib beradi? Qayerdan bildik? K'ni zichligi kattaligi aniq, pastga bosyapti. Bo'lsa uchib ketar edi, tepaga qarab. L'niki kichikligi aniq. L'niki kichikligi aniq, katta bo'lsa nima bo'lar edi u? Tushib ketar edi pastga. Tushundingizmi? Ana, ikkita jismda ana, tasavvur qiling, suvning ichida ana. Buniki suvnikidan kichikligi aniq, o'zi tushib ketadi. Kattaligi aniq. Bu masalaga ko'p vaqt ketmaydi. Faqat sal dunyo qarash kerak, asli. O'ylash kerak. Rasmda mana milliy sertifikatda o'tgan tushgan savol. Rasmda ko'rsatilgan sisterna o'ng tomonga tezlanish bilan harakat qilsa, sisterna ichidagi plastik idish qaysi tomonga og'adi? Shart. Orqadan? Bular oldinga deyapti. Bular esida qolibdi-da. Ha? Demak, tezlanish yo'nalishida eslardan chiqmasin. Tormozlanish. Tezlanish qayerda? Tormozlanadi. Orqada tezlanish. Tezlik demadim, tezlanish yo'nalishida. Esda qoldimi? Tajribasi ham bor. Mana videosini topib qo'yganman. Ba'zi og'ir jismni qilib ko'ryapti. Sharni ham qilib ko'radi. Ana bu shar. Qaraylik. Moshin joyidan qo'zg'algan payt tezlanish qaysi tomonga? Harakat tomonga. Ha? Endi qaraylik. So we have the mass of the balloon and the acceleration, so that should net in a force, and we'll have to react with this string, right? You guys ready? Yes, sir. 3, 2, 1, go. Ana. Ko'rdingizlar? Qayoqqa og'di? Oldinga. Nima uchun shunaqa bo'ldi? Chunki u yengilda havodan. Ha? Bir havoni qarshilik kuchi bor. Ha? O'zi Arximed kuch ko'tarib turibdi. Og'ir jismda unday bo'lmaydi. Og'ir jism inertligini saqlashga intiladi. U oldinga ketsangiz orqada qolib ketadi. Tushundingizmi? Shu savol ham ko'pchilikni adashtirdi. Milliy sertifikatga tushgan paytda. Qarang, og'ir jismdan boshlaylik. Tushunishlarsiz uchun. Mana og'ir jismni osib qo'ydik. Og'ir jismni ana shuni osib qo'ydik. Ana endi shu kema tasavvur qiling. Kema birdan harakat qilsa, bu orqaga tisarlar. Nima uchun? Inertligi bor-da, 7-mavzuda o'tganmiz. U o'zini inertligini saqlashga intiladi. Lekin nima uchun sharda bunaqa bo'lmadi? Desa, shar bu juda yengil. Bunga havoni qarshilik kuchi bilinadi endi. Havoni qarshilik kuchi bilinadi. Mana shar turibdi. Biz shu yoqqa harakat qilsak, u ham shu yoqqa harakat qiladi. Chunki havo bor-ku bu yerda. Tushundingizmi? Bu faqat qanaqa jismlar uchun? Juda yengil. Qanchalik yengil qo'ysangiz, havoda ko'tariladi u. Arximed kuchi katta. Ya'ni bu yerda noinersial sanoq sistema bo'lib qoladi o'zi. Arximed kuchi deganda faqat tepaga ko'tarishini aytmaydi sizlar. Arximed kuchi gorizontal ham paydo bo'ladi, tezlanishda harakat qilganingizda. Chernobylda shu masalalar juda chiroyli qilib berilgan. Masalan deydi, mashina benzin olib ketadi. O'shaning ichida shar bog'lab qo'yilgan. Arximed kuchini hisoblaydi. Endi Arximed kuchi ikkita bo'ladi. Y o'qida shu Arximed kuchini o'zi, X o'qida ham Arximed kuchi bo'ladi. U rostiyuqlik V A bo'ladi. Tezlanish bor-ku, u bilan ham Arximed kuchi bor. Bunaqasiga harakat qilgan paytda.
umumiy arximet kuchi qanday desa, ikkalasini perpendikulyar olinadi. Endi bu masala tushadimi? Ana shunday kichkina ana ko'rinishda tushadi-da. O'sha masalani yechib ko'rsangizda, o'zi tushmasa ham mana bunaqa ko'rinish tushadi. Oson masala emas bu. Shuning uchun ham mulohazali masalaga tashladim. Jism gazdan yengil bo'lgani uchun tezlanish yo'nalishida og'adi. Lekin sizlarga ana qaranglar, eng osoni bunaqa masalalarni. Hozir ana aytdik-ku ular. Yodlab olinglar. Demak, shunaqa yengil jism bo'lsa, qaysi yo'nalishda ketar ekan? Tezlanish yo'nalishida. Tormoz bersak, tezlanish orqaga bo'ladi, shu eslardan chiqmasin. Noinersial sanoq sistemalarida gorizontal arximet kuchi hosil bo'lishi hozir aytgan. Qaysi ekan demak bu? Rho suyuqlik va ko'paytirilgan A bo'ladi. Erkin tashlasangiz havoni qarshiligi bor deydi ba'zi masalalarda. Ba'zilarda yo'q deydi. Pastga demak og'irlik bor, tepaga havoni qarshiligi bor, arximet bor. U gorizontal harakat qilyapti-ku. Tushundingizmi? Yana milliy sertifikatdan savol. Tomoni 8 sm bo'lgan kub shaklidagi muz bo'lagi dastlab suvga, so'ngra kerosinga botirildi. Muzning botgan qism hajmlarining ayirmasini. Xo'sh. Demak, ana shuni tomoni 8 sm ekan. Tasavvur qiling. Muz. Suvga botirdik. Qanchasi botadi? Necha santimetr botadi? Ha? Necha santimetr botadi? 8 santimetr. 7.2 santimetr botadi. Kerosinga qanchasi botadi? Kerosinda jismni zichligi 900, kerosin zichligi 800. Nima bo'ladi? Masalan, hech berdim. Toping farqini. Unda suvda 7.2 sm botgan bo'lsa, ha? Hajmini qancha qism botgan suvda? Hajmi necha foiz botgan? 90% botgan. Kerosinda hammasi botgan bo'lsa, ayni masalan o'zingiz ichingda, men aytib ketaman sizlarga. Bitta harakat qilib ko'ringlar. Ha. Kim eshitdi? Men aytmasimdan o'zlaringiz fikr qilasiz o'rda. To'xtang ustoz, aytmay turing. Qanday bo'ladi deysiz. Ha. Oson yo'li kerak menga, oson. Shunday formulasiz. Ha? Qanday yechamiz? Muzsiz ishlik sizlarga beriladi. Suvni zichligi 1000, muzniki 900. Ana bu jadval qo'llaringizda bo'ladi. Ana zichliklar. Ana. Suv muz yo'q. Muz 900. Ikkalasi ham beriladi. Lekin ana shunga qarashga ham vaqt sarflamaslik kerak-da. Suv bilan muz esimizda qolishi kerak. Bizlar demak eng ko'p ishlatamiz suv, muz, kerosin. Nechi bo'ldi? 50. Mayli. Demak, og'irlik kuchi Arximedga tengligidan mana V botgan topib olganmiz. Bizda bor bu. Demak, birinchi holatda uni 90% botgan, ikkinchi holatda qanchasi botyapti? 800 qo'yibman. Yo'q, hammasi botadi, yer xato ketibdi. Hammasi botadi-ku. Hammasi botadi. To'g'rimi? Hammasi botadi. Ha, mana bunisi baribir to'g'ri chiqibdi oxiri. 0.1% yoki 10% farq 10% da. Ikkalasini botgan qismlarning farqi 10% bo'ladi. Tamam, shuni so'rayaptimi? Ha, endi hajmini qayerdan topamiz? Kub bo'lgani uchun A kub
keltirib qo'yamiz. To'g'ri chiqdimi? Uni tuzatib qo'yaylik, kapatib. V botgan 2 V ga teng. Masala to'g'ri chiqqan, ana bu nimasini xato yozib ketamiz. V ga teng. Endi ikkinchisidan birinchisini ayirsak 0.1 bo'ladi. To'g'rimi? Ikkinchisidan birinchisini ayiramiz. Tushundingizmi? Ikkinchi savol o'tgan yil DTMda tushgan savol ekan. Gaz bilan to'ldirilgan havo sharining hajmi 400 metr kubga teng. Agar havo shari 310 kg yukni ko'tara olsa, uning qobig'ining massasi qancha? Havoning zichligi 1.3 ekan. Kilogramm taqsim metr kub, unga solingan gazning zichligi 0.3 kg taqsim metr. Ha, endi qarang. Qancha ko'tara oladi desa, nima qilamiz? Mana havo shari. Endi bu yerda sharning massasi bor, plus bu yerda solingan gazning massasi bor-da. Shuni ko'paytiramiz nimaga? G ga. Mana shu ikkita kuch jismni pastga bosadi. Arximed kuchi nima qiladi jismni? Yuqori ko'taradi. Mana shular teng ko'tarib biladi deganda ana shuni yechasiz, tamom. Arximed kuchi nima deysizlar? Rho gaz, ha? V shar ko'paytirilgan G. Tamom. Yechamiz. Xo'sh. Nima massasi qobiq ham bor ekan? Ha, qobiqni toping debdi, ha? Demak, gaz bilan to'ldirilgan havo sharining hajmi 400 metr kubga teng. Havo sharining o'zini hajmi berilgan. Agar havo shari 310 kg yukni ko'tara olsa, uning qobig'ining massasi qancha? Mana 3 ta narsa, yana bitta narsa bor. Endi asli mana bunday beradi. Hozir bu yerda buni massasini ham beryapti yana. Ko'pincha qobiqning massasi inobatga olinmaydi. O'zi qobiqnikini beryapti, uni ham ko'tarish kerak. Tushundingizmi? Qobiq degani nima? O'sha materiali. O'sha materialning massasi, gazning massasi, yana nima? Yukning massasi. Mana shu 3 tani mg'si Arximedga teng bo'lishi kerak. Mana shunday deb yechasizlar. Tushundingizmi? Gaz buni ichida-ku. Arximed ana buni hajmiga ta'sir qiladi. Buni ichida nima borligini unga qizig'i yo'q. Buni ichida agar biror narsa suzib yurgan bo'lsa, o'shanga u ta'sir qilishi mumkin siz aytgan narsa. Biz tashqari haqida gapiryapmiz, ana shuncha narsani ko'tarish haqida gapiryapmiz. Tushundingizmi? Yo'q. Yo'q, uni olmaysiz Arximed. Buni ichida Arximed bor deb olmaysiz. Tushundingizmi? Ha? Nechi? 90. Demak, Arximedga tenglashtiramiz. Gazning zichligi bor. Hajmi deganda o'sha qobiqning hajmini qo'yaveramiz. Gazning hajmi qobiq bilan bir xil bo'ladi. 90 kg. 90 kg bo'ladi. Endi 90 kg ko'tarib biladi degani. Tushunadingmi? Bu ham o'tgan tushgan savol ekan. Alyuminiydan tayyorlangan jism kerosinning tubida yotibdi. Nima uchun? mg'si katta. Unga 4 newton Arximed kuchi ta'sir qilayotgan bo'lsa, jismning massasini aniqlang. 4 newton Arximed kuchi ta'sir qilgandan nimani topib bilamiz? Hajmini topib bilamiz. Hajmini topsak, zichligi bor. Tamom? Demak, ana qarang. Arximed kuchi berilgan bizga.
4000 ton ekan. Ha? Suyuqlik zichligi bor. Hajmini top bilamizmi? Hajmini topib bilsak, zichligi ko'paytirib massani topamiz. Nechi? Yana kimda chiqdi? Bir butun 35. Bu ham o'tgan tushgan savol ekanda aytmaydi. Yetarlicha uzun bo'lgan silindrli idishdagi suvga massasi 9,36 kg bo'lgan shar tashlandi. Agar idishning asos yuzasi 25 cm kvadrat bo'lsa, idishdagi suv sathi qanchaga ko'tariladi? Sharning zichligi beriladi. Endi bunaqa masalalarda birinchi e'tibor berasizlar. Bu o'zi botadimi, yo'qmi? Shar botadimi? Qayerdan bildik? Mana zichligiga qaranglar, bu 2400 da zichligi bu santimetr kub kvadrat bo'lib ketibdi. Gram taqsim santimetr kub. 2400 og'ir metal botdi. Xo'p, zichligi bor, massasi bor. Hajmini top bilamizmi? Sharni. Ana. Zichligi bor, massasi bor, hajmini topamiz. Hajmini topsak, u qancha suvni siqib chiqaradi? O'zini hajmichami? Siqib chiqarilgan suv ham o'shanga teng. Endi hajm bor, suvni asosi bor. Hajmini o'zini SH desak bo'ladimi, ko'tarilganini? To'g'ri, lekin sharni hajmi siqib chiqargan suyuqlikning hajmiga teng-ku. Ana qaranglar, chizib beraman qay. Doskaga. Ana qarang. Ana shuncha suv bor edi. Qaranglar. Mana shuncha suv bor edi. Endi buni ichiga V hajmli shar kiritganim uchun bu suvni hajmi ham V hajmli suv chiqadimi tepaga? Tushunaymi? Siqilmaydi-ku. Endi ana shu V nimaga teng? Qarang. Ana bu yerni H desak, ana bu yerda S deymiz. Bu SH ga tengmi? Suvni hajmi buni hajmiga tengmi? Tamam, buni hajmini qayerdan topdik? M taqsim Rosidan topib oldik. Tamam, keltirib qo'yib hajmini topamiz shu yerda. Jism cho'kishini shunday aytdim men sizlarga. Endi bu yerda isboti. Ana endi hashini topib olamiz. Tushundingizlarmi? Qiyin emas.